Suratul Duha. Duha surasi. Ya'ni Vad-Duha surasi. Bu Qur'on Karimning 93-surasi. Oyat soni 11 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Vad-Duha wal-layli idza saja. Vad-Duhadagi dotni talaffuz qilganda biz tom qilin o'qiymiz. Ondan tilimizni og'zimizga to'shqizib turib voh voh deb chiqaramiz a. Vad-Duha ha val-layli idza saja. Bu yerdagi izadagi zal bu endi buni tarqiq kichik inchik olamiz a. Iza deb bu mu tilimizni tishlaymi, tilimizni tishlab chiqargan harf za deb iza deymiz a. Iza emas. Iza saja saja deb buni o'qiymiz. Ma wadda'aka robbuka va ma qala. Ma degan bu harfni o'qiganda bak ilaqi ma deb mandaq o'qimaymiz yoki ma deb mandaq burnimizga chiqib o'qisaqmi to'z o'lchamli bo'lmaydi. Shunga o'ttir hal o'qiymiz. Og'zimizni normal ochib ma desak ham bo'ladi. Ma wadda'aka va buni va deymiz. Ma wadda'aka ayn. Ma wadda'aka robbuka. Buni qilin tom o'qiymiz. Robbuka. Va ma qala qa. Buni qoh deb o'qiymiz. Qa emas qoh. Va ma qala qayta o'qiylar. Vadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu ra buni tom o'qiymiz. Khayrul laka khayrul mau idg'am. Ya'ni khayrun deganni lamga idg'am qilib khayrul deb o'qiymiz. Khayrul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika ayn. Yu'ti ta. Yu'tika rabbuka ra. Rabbuka fatarda. Qayta qo'yli. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yajidka dal qalqala yajid debandaq sukunliq dalni chu qalqala qo'yamiz. Yajidka yatiman bu g'unlik ixfa. Yatiman deganni yatiman deb nunda sukunliq nun bu tanvinning oxirisi. Buni o'qiymiz. Qayta o'qiyli. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى. و bu hamda va deb o'qiymiz va emas. ووجدك ضالا فهدى. Bu yerdagi dot harfi yani alif alif harfi buni madda lozim deymiz. Yani chuqum alt harf miqdorida so'zish kerak. Dollan fahada. So'zib oxirga olganda lamga urimiz. Andan lamningki ma lam harfini oxidagi tanvin buni tanvinning oxirisi sukunliq nun buni ma fa bo'lganligi uchun buni ixfa o'qiymiz. Dollan deb lan deganni lan deb o'qiymiz. Qayta o'qiyli.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. مالكي deganimiz mana bu endi madda vojib. Buni 4-5 harf miqdorda, ya'ni bu dollan degandan ozroq ham qisqa. Ya'ni jiq farqlanmaydi, ammo deb ayn harfini e, chiqarib turib e, uzun tovush, ya'ni madda o'qiymiz. Ya'ni an oqidan keyin mau lan deganimi o'xshashlam ixfa malg'unna. Lan deb o'qiymiz, ha. Qayta o'qiylik. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما الميم بغنلك harf bu. İxfa malğunu. Bunu mim demir toxtaymiz. Fa'ammal yatima fala taqhar. Mim toxtaymiz. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqo. Bunda o'qiymiz, ha. Taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ma taqhar degani bu qalqala. Ma tanhar degani shu bu izhor, uch o'qiymiz, ha. Tanhar, tan demaymiz. Ma va amma degan o'xshashlam mim to'xtaymiz. Va ammas saila. Sa degan bu mad vojib. Ya'ni 4-5 harf miqdori so'zimiz. Va ammas saila fala tanhar. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بمشو ميم. bunu mim to'xtab o'qiymiz, va amma deb mana bi ni'mati robbika ro harfini o'qiganda bunda ruva deb olmaymiz, ro deb o'qiymiz. Robbika fahaddis. Oxirdagi sa harfi bu arabchadagi alif ba ta sadiki sa. Bu sin emas, bu sin emas. Shunga buni fahaddis desak to'g'ri bo'lmaydi. Fahaddis deb tilimizni tishlab turib sa chiqargan harf deb fahaddis. Ya'ni va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Unda bo'lsa butun surani bir o'qib o'taylik. Suratul Duha. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.